Ukamni boshiga tashvish tushib qoldi. Shunga sotyapman. Ha, yomon bo'pti-yu. Shunaqa. Nech pul so'rayapsiz o'zi? 200 ming aka. 200 ko'p-ku. Nima deyapsiz aka? 100 beraman. Yo'q. Naqd. Xohlasangiz hozir. Akajon, bitta ukam bor. Ota-onam o'tib ketishgan. Qanaqa qilib qarab turishim mumkin? Shu ukamni saqlab qolish uchun majburlikdan sotyapman aka, iltimos. Ertalabgacha pul kerak, yordam bering. Aka, pul menga kerak emas. Pul sizga kerak. Judayam kerak pul. O'sha pul menda bor. Iltimos jon aka. Vaqtim olmay. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Lekin u kez kuta olmaydi. Shuni esidan chiqarmang. Javobini tezroq ayting. Ko'p kuta olmayman. To'xtang. Hech bo'lmasa 150 bering. Roziman. Pul bilan kelaman. Bo'ldimi aka? Xavotir olmang. Xudo xolasa, ukangiz ham ishlar bitadi. Bunaqa uydan yana olasiz, xavotir olmang. Ana, uy egalari ham kelishdi. Assalomu alaykum. Qadamlariga hasanot, moro bo'lsin. Rahmat. Xullas shunaqa gaplar qarindosh. Pulim yo'q-de, qarindosh. Pulim bo'lganda yordam berardim. Lekin uying zo'rda. Boshimizga musibat tushdi. Hech kimni qalbidan topmadik makonni. Yuzlari gul edi. Qalblari esa tikon.